Assalamualaikum, ben Gülzira Taşmanlar. Sonra Gülzira Taşmanlar, 31 yaş. Sanırım 2017 yılın 26 günü Malaysiya iş qanaq izlediyor. Sanırım 2010 yıldan 2017 yılgacha Malaysiya texnologiya universitetida o'qigan. A'lo natija bilan masterlikni bitirgan. Men 2018 yilda bir do'stim orqali sanırımki lagerga solanganligini xabarini topshirib oldim. Shunday bo'lsa, hozirgacha sanamni hech qanday izlagini olmadim. Men xalqaro hukumatdan, yerlik va xalqaro har qaysi kuchlardan Xitoy hukumatiga amaliy harakati bilan besim ishlatishini, lagerlarni hozirdan taqishiga besim ishlatishini